Tuzumisiz? Bularchi eski lekin men ana iyulladami qanday o'tgan joyidagi qatnagan. Ha. Anaqa eski. Izzatilligi. Ha, akamlarga. Ha, bularga bo'lmay qatnagan. 3 kunda yaxshi bo'lib ketib, anaqa yaxshi bo'lganman, keyin 2 oydan ketib. Oxirgi marta qachon kelgansiz? Yozlarda-da. Iyun. Yozda-da. Necha kun ichida olgansiz? 3 kunda yaxshi bo'lganman. 3 kunda yaxshi bo'lgan. Chunki o'zlari aytganlar-da, agar bugun bo'shda xatar qilsa, keyin 4-kunda. Yo'q, glavnisi sizda qolganda, misol uchun biz ayturamiz 3 kun kelasiz, 4 kun kelasiz. Glavnisi sizda qolgan bo'lsa, orig'ingiz qolgan. Keyin bormaganman. Keyin agar qolsa kelmaysiz deganlar, kelmaganman. Keyin 2 oydan keyin keling deganlar, ko'rsatib ketishdi. Shu bilan 3 kunda yaxshi bo'lib ketgansiz. Mana yemirish, hamma narsa. Akangiz rosa ustundan kulganlar, lekin to'g'ri chiqib ketmaganmiz. Sizdagi kasallik juda ko'p. Bekordan bekorga to'g'risi operatsiya qilib tashlashyapti. Necha yillar bilan yaxshi bo'ladi. Yaxshi ham qildirmagansiz. O'shanda o'zi izzatlanib, lekin bu operatsiya emas. Mana 3 kunda o'zi yaxshi bo'ldi. Ko'zimdan chiqib tusholmasdim. Alhamdulillah, o'sha yuraman endi sal-sal faol bo'ladi. Lekin namozga o'tirib o'qiyman, chunki muqomiman-ku. O'sha hisobimdan Xudo xolasa bu ko'p yaxshi bo'lasiz, xudo xolasa. Men hozir qanaqa mana? Hozir uje yaxshi. Boya o'tirgan paytingizda ham og'riq beryaptimi? Bitta o'sha og'riydigan harakatni qilib o'qing hozir. Askina endi o'rni og'riydi shekilli, balkim bu sekin o'zi. Boya nafas olayotganda deyotdingiz, bitta chuqur nafas oling. Boya chuqur. Yo'q. Belimda yo'q nafas olganimiz. Og'riq yo'q-a? Tizingizgacha, tizingizda, belingizda og'riq bor. Chunki holatingiz ham nima deydi? Yaxshi emas, chunki o'sha belingizda siqilish bor-da. Qanaqa lecheniyadan keyingi holatingiz hozir egilib, tizingiz yaxshi bo'lib qoldimi? Endi bunaqa holatda uzoq o'tirish bilan o'lchanmaydi, o'lchov birligi unaqa emas, lekin og'rig'ingiz qanaqa? 10 ta oradan taxminan nechta ketdi? 9 ta ketdi. 10 tadan 9 ta ketdi. Ukolsiz, dorisiz 9 ta. Bu juda yaxshi. O'sha endi demoqchiman. Ha. Qildim qo'ysin. Shunaqa. O'shani chiqib ketdi. Xudo xolasa ertaga ham kelasiz, ertaga ham ko'rishamiz.